Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, ayniqsa qadrli nuroniylarimiz. Bugungi videomizda qishning eng sovuq kunlarida elektr va gaz ta'minotining noqonuniy uzib qo'yish holatlari, 500 so'mlik basli qarz sabab sizning huquqlaringiz poymol etilganda qanday himoyalanish, kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotni sudga berish va o'z haqqingizni undirish yo'llari haqida batafsil ma'lumot olasiz. Tasavvur qiling, qahraton qish, uyda issiq choy ichib o'tiribsiz, nabirangiz yoningizda, birdaniga kiroq o'chadi, gaz ham yo'q. Sababi nima? Go'yoki mavjud bo'lmagan 500 so'mlik qarz. Bu adolatsizlik emasmi? Azizlarim, sizlar bu vatan uchun umringizni bag'ishlagan, har bir gishtini terib, har bir gektar yerini obod qilgan insonlarsiz. Sizning mehnatingiz, fidoyligingiz bekyos. Bugun esa qariya umr kechirganingizda davlat sizni himoya qilish o'rniga hatto oddiy kommunal xizmatlarning ham adolatsizligi oldida yolg'iz qoldirayotgani kishini qalbini og'ritadi. Pensiya jamg'armasidan o'zingizga ajratilgan ozgina pensiya bilan qanday kun ko'rayotganingizni, har bir tiyinni tajab tergab sarflayotganingizni bilaman. Sizlarning bu qahraton qishda issiq uyingizdan ayrilishingizga hech kimning haqqi yo'q. Menga aytingchi, siz ham shunday adolatsizlikka duch kelganmisiz? Kimdir sizdan yo'q joydan qarz talab qilib, elektr yoki gazni uzib qo'yganmi? Qanday chora ko'rgansiz? Izohlarda o'z hikoyangizni, necha yildan beri bu yurtga xizmat qilganingizni, qanday qiyinchiliklarni boshdan kechirganingizni yozib qoldiring. Birgalikda bu muammoga yechim topamiz, ovozimizni eshittiramiz. Shunday muhim huquqiy bilimlardan bebahra qolmaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki sizning huquqlaringizni himoya qilish uchun yangi qonun o'zgarishlari va amaliy maslahatlarni doimiy ravishda berib boramiz. Eslab ko'ring, avvallari mahalla ko'yda bir-birimizga yalkadosh edik. Agar kimningdir qarz muammosi bo'lsa, avvalo mahalladan, qo'ni-qo'shnilardan so'ralardi, tushuntirish ishlari olib borilardi. Hech kim qahraton qishda odamni issiq uydan judo qilmasdi. Ammo bugun ahvol qanday? Kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar, ayniqsa qish mavsumida, ba'zi hollarda o'z bilganini qilib, fuqarolarni, ayniqsa nuroniylarni qiynoqqa solishmoqda. Go'yoki mavjuddan toki avtomatlashtirilgan tizimni ro'kach qilib, ogohlantirishsiz, sud qarorisiz, hatto basli qarzlarni ham ro'kach qilib, elektr va gazni uzib qo'yish holatlari ko'payib bormoqda. Bu mutlaqo noqonuniy. Qaysi toifa fuqarolar saf ostida? Birinchi navbatda aziz nuroniylarimiz, yakka yolg'iz yashovchi keksa otaksoni onaksonlarimiz, nogironligi bo'lgan shaxslar, kam ta'minlangan oilalar. Ular ko'pincha o'z huquqlarini bilmaydilar yoki kurashishga kuchi yetmaydi. Ammo esingizda bo'lsin, hatto 500 so'm qarz sabab ham sizning elektr yoki gaz ta'minotini uzishga hech kimning haqqi yo'q, agar bu qarz bahsli bo'lsa yoki belgilangan tartib buzilgan bo'lsa. Sizning holatingizda agar xizmatlaringiz noqonuniy uzib qo'yilgan bo'lsa, siz nafaqat xizmatni qayta ulashni, balki yetkazilgan moddiy va ma'naviy zararni ham undirishga haqlisiz. Qonun bo'yicha kommunal xizmatlar uzilishi haqida 3 kun oldin yozma ravishda ogohlantirilishingiz shart. Agar ogohlantirish bo'lmagan bo'lsa yoki qarz miqdori bahsli bo'lsa, bu harakat noqonuniy hisoblanadi va siz buning uchun kompensatsiya talab qilishingiz mumkin. Xo'sh, bunday vaziyatda nima qilish kerak? Birinchi qadam hujjatli isbot. Ta'minot uzilgan vaqtni, havo haroratini agar qish bo'lsa, uzilish sababi deb ko'rsatilgan qarz miqdorini aniqlang. Barcha kommunal to'lov kvitantsiyalarini, bank o'tkazmalarini saqlang. Agar qarz bo'lmasa yoki bahsli bo'lsa, buni tasdiqlovchi hujjatlaringizni tayyorlang. Rasmiy murojaat. Elektr yoki gaz ta'minoti korxonasining hududiy bo'limiga yozma ariza bilan murojaat qiling. Arizangizni 2 nusxada topshiring, biriga kirim shtampi va ro'yxatga olish raqamini qo'ydirib oling. Unda uzilish noqonuniy ekanligini, 500 so'm qarz bahsli ekanligini va ta'minotni zudlik bilan tiklashni talab qiling. 3. Mahalla qo'mitasi. Mahalla raisi yoki faollari yordamidan foydalaning. Mahalla fuqarolar yigini bunday masalalarda vositachilik qilib, kommunalchilar bilan muzokara olib borishi mumkin. Fora ekin kulisha to amanta tanama pakshukto huquqni muhofaza qiluvchi organlar okasantot porta agar arizangiz e'tiborsiz qoldirilsa, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatiga, prokuraturaga yoki salq qabulxonasiga murojaat qiling. Ularning aralashuvi ko'pincha muammoni tez hal qilishga yordam beradi. 5. Tak ko'rakabin mashyetiklanadika. Sudga murojaat bo'shomba. Agar yuqoridagi choralar natija bermasa, siz kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotni sudga berishga haqlisiz. Sud orqali siz nafaqat ta'minotni tiklashni, balki noqonuniy uzilish sabab etkazilgan moddiy, masalan, muzlatgichdagi mahsulotlarning buzilishi, isitgichga ketgan qo'shimcha xarajatlar va ma'naviy zararni, stress, sog'liqning yomonlashishi ham undirish talab qila olasiz. Qo'rqmang, azizlarim, sizning haqqingiz bor. Siz yolg'iz emassiz. Men pensiya huquqi bo'yicha mutaxassis sifatida har doim sizning yoningizdaman. Qonun bizning tomonimizda.
Faqat sustkashlik qilmasdan harakat qilish kerak. O'z haqqingizni talab qiling.